Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Toshkent tuman axborot kutubxona markazi siz aziz do'stlarga eng sara kitoblarni tavsiya etishda davom etadi. Bugun sizlarga havola qilmoqchi bo'lgan kitobimiz har bir qiz bilishi lozim bo'lgan 50 qoida to'plami yosh xonim uchun odobnoma kitobi. Maktab, klub, turli to'garak, bazm, do'stlar bilan qahvaxonada vaqt o'tkazish, konsert, to'y, marosimlar, zamonaviy qizning hayot turli voqea doimiy muloqotlar bilan to'la. Har bir yosh xonim ko'plab insonlar bilan aloqada bo'ladi, tanishadi. Shunday holatlarda yaxshi taassurot qoldirish uchun zamonaviy odob qoidalariga amal qilish lozim. Mazkur kitob hayotning turli vaziyatlarida ko'ngilsiz holatga uchramay, har qanday vaziyatdan silliqlik bilan chiqib ketish imkonini beruvchi etika qoidalari bilan tanishtiradi. Kitob nafaqat qizlarga, balki yoshi jinsidan qat'iy nazar odobli bo'lishni istagan keng ommaga, ayniqsa namunali qiz farzand tarbiyalashni istagan ota-onalarga mo'ljallangan. Aziz kitobsevar do'stlar, kutubxonamizga tashrif buyurib, ushbu kitoblardan samarali foydalanishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.